Ruslan aka kelib qol. Ajoyib novostorovkada remotli xonadonni topib qo'ydim. Eng qizig'i umuman kamchilik topa olmadim. Do'stlar, sizlardan bir iltimos, agar bu xonadonda qanaqadir kamchilik ko'rsangiz, albatta kommentariyada yozib ketishni unutmang. Like ham bosib qo'ying. Ana endi asosiy mavzuga o'tdik. Qani keting. Bismillah, mashaalloh. Xonadonga kirishingizda shunaqa bir hissiyot sizni to'ldiradi qalbingizni, ya'ni qulaylikdan boshqa hech narsani o'ylamaysiz. Kirish qismidan boshlaymiz. Hovlimiz keng, patologga balandligi baland. Oddiy qo'ying, 3 metrdan ko'p deb o'ylayman. Pollar to'liq cho'qli pol. Mana daychiklar, domofon hammasi o'rnatilgan. Kiyimga, oyoq kiyimga ham hamma qulayliklar bor. Ana endi xonadonimiz asosiy qismining joyini o'tamiz. Mana o'ziga rom qilgan desa ham bo'ladi joy bu mana shu zalimiz va oshxonamiz. Bemalol oila ahlingiz bilan o'tirib choy ichsangiz bo'ladi. Yotib kino ko'rsangiz ham bo'ladi. Lyustraga bir e'tibor bering, patologdagi, mana bu shkaflarga, tanlangan ranglarga, qanaqa nozik did bilan qilgan. Ustalarga alohida rahmat. Mana bu risheniyaga e'tibor bering. Qulayliklari ham joy egallamaydi, ham barzanlaringiz ko'rsangiz bo'ladi, ham hid o'tkazmaydigan masalani hal qilib qo'yishga 3 tada bittadan. Ana endi oshxonani qarang. Ayollar uchun qanaqa qulaylik qilingan, ikkiga bo'lingan, xofma texnikalari o'rnatilgan, panoramli oynalarigacha bor. Mana bu yerdan ko'rsangiz bo'ladi, misol tariqasida. Qarang qanaqa qulaylik, ya'ni ayol kishi ovqat qilsa shunaqa bir maza qilib qulaylik bo'lsa boshqa gapda endi. Xonadonda umumiy hojatxona ham o'rnatilgan. Ko'rishingiz mumkin. Ham hojatxona, ham yuvinadigan joy. Ichkariga chapga oxirigacha kirib ko'rsatgan xonadon egasi nimani o'ylab qo'ygani? O'ta katyonni qarang. Qanaqa o'tinni bekitib qo'ygani. Keyin mana bemalol to'yismi, boshqa masala esa hamma sharoit bor. Ana endi biz o'g'lajonlarimiz uchun tayyorlangan yotoqxonaga taklif qilamiz. Qarang. Dars qiladigan joyigacha, ko'pi shkafgacha hammasi o'rnatilgan. Eng qizig'i bu yerda ham panoramli oyna va o'zini balkoni bor. Bemalol chiqib toza havoda nafas olib rohatlansangiz bo'ladi. Asl spalyaga sizni taklif boramiz. Qani keling. Asosiy elementlar, uni kengligi va yorug'ligi va tanlangan rang va jihozlar o'rnatilganligi va o'zini balkonini orligi. Maza qilib chiqib ko'fi ichsa ham bo'ladi. Va albatta Massive Spanyada o'zini hojatxona va vannasini birlashtirgan varianti. Qani ko'ring va rohatlaning. Chiroyli xonadonning lokatsiyasiga keladigan bo'lsak, Tsalkovskidagi Deluxe JKsida joylashgan, mahalla yangi, yopiq hudud, 2 ta balkon, 4-qavat va 84 kvadratdan iborat. Narxiga keladigan bo'lsak, atigi $175,000 so'ralyapti. Do'stlar, pastdagi raqamlarga telefon qiling, bizga obuna bo'ling, qo'llab-quvvatlashni unutmang, like ham bosib qo'ying. Sog' bo'ling, salomat